Kasb bo'lganda oylik maosh qancha bo'ladi deb o'ylaysiz? 3 millionmi? Iloji boricha bularga balandroq qilib berish kerak, chunki onalar farzandini tarbiya qiladi, dunyoga keltiradi. 5 milliondan kam bo'lishi kerak emas. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi onalarga. 10 million. U maoshni aytib bo'lmaydi, chunki uni senniy deydi-yu, tengsiz unaqa maoshi yo'q menimcha. Juda katta summani aytish kerak bo'ladi, chunki u kasbga bog'liq hamon kelajagi. Cheksiz bo'lsa kerak endi. Ona bolani katta qiladi, qaraydi, o'lganicha qaraydi, baribir ne qilib beradi. Prezident oylik maoshi bo'ladimi? O'sha prezident oylik maoshi qanchaligini bilmayman, o'shancha bo'ladi deb o'ylayman. Onalik kasb bo'lmaydi, onalik bu baxt, bu bebaho. Onalik kasbiga hech oylik yo'q. Oylik bebaho onalar pul oladimi? Onalar pul olmaydi, bebaho onalar kasbiga. Bolalarni boqadi, bolam kamolga yetsin deb. Qancha qimmatga tushadi? Balkim 15 milliondir. Oylik maosh belgilanmaydi. Sizchi, siz qanday fikrdasiz? Izohlarda yozib qoldiring.